Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Namangan viloyati Norin tumani Do'mar qishlog'i Toshboyev Alisher xonadonida Pavisliya sortidagi rus beryozalari, oq qayinlari tarbiyalanyapti. Bu yerda 2000 dan ziyod 5 metrgacha bo'lgan ko'chatlarimiz respublikaning turli xil hududlarini ko'kalamzorlashtirish uchun tayyor. 2025-yil 15-sentyabr sanasi ko'chatlarimiz mana ekspluatatsiya uchun kovlab ko'chirib respublikaning turli xil hududlarini ko'kalamzorlashtirish uchun tayyor holatga keldi. Bu ishlarimiz Namangan viloyati Norin tumani Do'mar qishlog'ida amalga oshirilyapti. Telefonlarimiz 93 kodi bilan 407 47 00 Toshboyev Alisherga uchrasin.